Toshkent davlat sharqshunoslik universitetida hafta davomida amalga oshirilgan loyihalar, xalqaro hamkorliklar, ilmiy-amaliy konferensiyalar, talaba hamda ustozlarning faoliyatiga doir so'nggi yangiliklar, bularning barchasi haqida haftalik dayjestda so'z boradi. Dasturni xalqaro delegatsiyalar tashrifiga aloqador xabarlar bilan boshlaymiz. 2025-yil 14-oktyabr kuni Toshkent davlat sharqshunoslik universitetiga Yaponiyaning Yamagata universiteti professori Tadashi Onodera boshchiligidagi delegatsiya tashrif buyurdi. Uchrashuv davomida ikkala oliy ta'lim muassasasi o'rtasidagi ta'lim va amaliy ko'nikmalar sohasidagi istiqbollar hamda yangi o'quv markazini tashkil etish masalalari muhokama qilindi. Hafta davomida Toshkent davlat sharqshunoslik universitetida o'tkazilgan eng yirik tadbir Alp Ertonga avlodlari, qoraxoniylar, turkiy dunyo va islom olami qoraxoniylar davrida mavzusidagi ilmiy-amaliy konferensiya bo'ldi. 16-oktyabr kuni tashkil qilingan ushbu konferensiya turkiy xalqlar o'rtasida tarix, madaniyat, til, din va adabiyotni dunyo miqyosida keng targ'ib qilish, qoraxoniylar davriga doir tarixiy merosni keng o'rganishga qaratildi. Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti ustoz va professorlari, iqtidorli talabalari respublika miqyosida tashkil qilinayotgan nufuzli tanlovlarda yetakchilikni qo'ldan boy bermayapti. Qisqacha shu mavzuga to'xtalamiz. Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti xalqaro munosabatlar kafedrasi professori, siyosiy fanlar doktor Nazokat Kasimova O'zbekistondagi Shanxay hamkorlik tashkiloti xalq diplomatiyasi markazi tomonidan xalq diplomati ko'krak nishoni bilan taqdirlandi. Ustozni ushbu yuksak mukofot bilan muborakbod etamiz. O'zbekistonda tahsil olayotgan xorijlik talabalar ishtirokida tashkil qilingan O'zbek tili qalbim tarjimoni respublika ko'rik-tanlovida Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti talabasi Toya Kabayashi ishtirok etib, faxrli ikkinchi o'rinni qo'lga kiritdi. Talabamizni hamda ustozlari Shirin Sodiqovani ushbu yutuq bilan muborakbod etamiz. 2025-yil 20-oktyabr kuni Adiblar xiyobonida talaba va yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirish markazi hamda Toshkent davlat yuridik universiteti bilan hamkorlikda Quest Step by Step loyihasi amalga oshirildi. Ushbu loyihada Toshkent davlat sharqshunoslik jamoasi birinchi o'rinni qo'lga kiritishdi. Shu bilan dasturimizning ilk soni o'z nihoyasiga yetdi. Oliygohga doir xabarlarni haftalik dayjestda e'lon qilishni istasangiz, ekrandagi manzillarga murojaat qiling. Barchani kutilayotgan loyiha va tadbirlarda faollikka chorlab qolamiz. Xayr, salomat bo'ling.